Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Qiynayvermang behudaga o'zingizni, foydasi yo'q birodarim so'zingizni, eshitmangiz yumib turing ko'zingizni, maddohligin qilaveradi. Maqtar tinmay otda turishganlarni, ayni dam ishlari yurishganlarni, mansab martabaga erishganlarni maddohligin qilaveradi. Minbarlarga chiqib olib kerilib, tupuk sochib tomoqlari qirilib, yaltoqlanib maqtayverar berilib, maddohligin qilaveradi. Tengi yo'q paxtakash ustasi farang, og'iz ko'pirtirar ana u qarang, qilayapti yana asabni tarang, maddohligin qilaveradi. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.